alaykum aziz do'stlar. Mana bugungi darvozamizni joyiga olib kelganlarida. Bugungi darvozamiz razmerlari, manzillarini aytishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. İşimiz yoqsa bir dona like bosib qo'yasizlar. Bugungi darvozamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Chekmirzod qishlog'iga olib kelganlarida. Bugungi darvozamiz razmerlari eniga 3 metr bo'ldi, bo'yiga 335 razmerga bo'ldi. Tegar qismlarini lazerga qilib berdik. Setkali qilib havo yo'nalish qismiga. Materiallarni aytib o'tsak, stoykalarimiz 8x8 bo'ldi. Profillarimiz 6 ga 1.5 stinkali bo'ldi. Mashina kirish qismiga shveyler qo'yib berdik, ezilmasligi, chirimasligi hisobiga. Zamoklarimiz zubur zamokda bo'ldi. Ranglarimiz mokra rangda bo'ldi. Mati rangda bo'lib chiqdi. Xudoga shohid. Zamoklarimiz zubur zamok. Juda chiroyli bo'lib chiqdi. Egalariga bog'cha ma'qul keldi. Ochib bekilishlarini ochib ko'rsatamiz. Zapisga qo'yib berdik. Joyda qoladi. Ekranlarni telefon qilib olasizlar. Doim O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor. Sizlarga ma'qulmi darvozamiz? Ma'qul. Xudoning egalariga ma'qul. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.